Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 6-chi qism darsimiz xush kelibsiz. Biz bu qismliq videoda davomli Pythondagi sonliq ma'lumotlar tipining davomini so'zlaymiz, ya'ni 2-chi qism. Bu qismda ikkinchi yana bir class quray, data type 2. Bu bugünkisi kompleksan. Agar siz to'liq o'tirib matematikasini o'rgangan bo'lsanglar, to'liq o'tirib o'qigan bo'lsanglar, balkim kompleksanga tonish bo'lishinglar mumkin. Uyg'urcha bevosita kompleksan deb ham aytilgan buni. Complex. Ya'ni murakkabsan. Murakkabsan degan nima deganda bu bir mavhumsan. Ya'ni buni y yoki j bilan ifodalaymiz. Bu qanday narsa deganda ikki murakkabsan kompleksanning ko'paytmasi odatda -1 oldu. Yani bunu qanday chog'da ishlatamiz degan chog'da agar matematikadan ozroq xabaring bo'lib qolsa, manfiy sonni mutlaq qiymatning ichidan chiqargan chog'da bunda desam mutlaq qiymatning ichidan manfiy sonni chiqarolmaydi deyishinglar mumkin. Lekin matematikaning ma'lum bir qismiga kelgan chog'da biz manfiy sonni mutlaq qiymatdan chiqaradigan ahvollar bo'lib qolsa, shu kompleks son orqali chiqaramiz. U tarafni bilib ketishinglar aşık o programma tilini amaliyotda men faqat qisqachalam tushuncha berdim matematika jihatdan. Python'ninki hamda bu kompleksanmi bu bir data type, yani sonliq ma'lumot tipi hisoblanadi. Unda bo'lsa quruq gapni oz qilib naq gapga kelsak, masalan x ni 4 desak, y demdik, y ni 7 desek, bu ikkisiniki yig'indisi, ya'ni kompleks sonning bir function bor. Buni z deb turaylik. Her bir sınavlıqda boşluq qo'yishni o'rganaylik. Complex. Mana shu kompleks sonninki bir funksiyasi. Python'dagi bir sonliq ma'lumot tipi. Bu qanday bo'ldi degan chog'da odatda kompleks sonning formulasi x qo'shilgan y j deb olayım demay, j deb olay. Shunday bo'ldi. Bu nima degan gap desanglar, bu sal qaymiqishinglar mumkin. Bu bir mavhum son amaliyotda. Masalan, hozir men z ni besib chiqarsam nima chiqadi? Men xato yozib qo'yibdim, ama z emas, y bo'lishi kerak. Ondan men meniki sonliq ma'lumot tipini oldingi soatlik darsda qanday topamiz degan type function dan z ning sonliq ma'lumot tipi. Endi yurgizay. Ya'ni qarasak, mana 4 qo'shilgan 7 y yoki j. Bu bir formatda. Endi sonliq ma'lumot tipi qanday? Type nima deb chiqdi? Complex, ya'ni kompleksan. Endi buni nima ishlatamiz deganda, buni masalan matematikadagi bir noma'lumlik funksiya o'rgangan bo'lsanglar, koordinat sistemasida masalan y o'q
x o'qdan şunun o'qidan koordinat 5dan kesishib o'tgan bir yanto siziq bor-da, shuningki endi shu bir siziq endi bir noma'lum funksiya bo'ldi. Ashuningga ishlatamiz. Hozircha siz shunchalik bilib qo'ysanglar bo'ldi. Keyin balkim sonliq ma'lumot ilmiga kirsanglar buni ishlatishinglar mumkin. Bu yerda mavu formatning formulasini keldi. X ni haqiqiy qismi deydi, haqiqiy son, real number. Y nim bo'ldi, mavhum. Undaq bo'lsa, buni qanday chiqaramiz? Haqiqiy qism lozim bo'lib qolsa, z cheket real. Ma'ni bassak, shu x ning o'rniga nima kelsa, masalan, ma'ni o'rniga 4 keldi-ku. 4 ni chiqarib birdi, besib. Image bo'lib qolsa, mavhum yana y ni chiqarib birdi. Haqiqiy qismi mana 4, mavhum qismi 7, besib chiqdi. Bu kompleks sonning Python to'g'risida hamda shunchalik bilsanglar bo'ldi. Bilib qo'ysanglar bo'ldi. Buni ko'p ishlatib ketmaymiz, ammo bilish tegishlik. Bu yangi darsim shagichi.